Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarimiz. Keyingi o'rta klub yig'ilishida ko'rib turganimdan xursandman. Hammanglarni sog'lik, hammaga baxt, omad, ilmimiz yanada ziyoda bo'lsin. Bir-birimizga yordam berib yuraylik. Bemorlarga ham yordamimiz tegsin. Yaxshi. Bemorimiz qiziq vaziyat bo'ldi. O'zi bu bemorni olib kelish niyatim yo'q edi bu yoqqa, lekin uydagilari kelib, ayniqsa ota-onasi kelib jalba qildi. Oldin bu bemorimiz boshqa joyda 1-2 taqqan. 1-2 ta natija yaxshi ola olmagani uchun oldimga kelgan edi. Kelib turib ota-onasi qilgan ishingizdan hech qanday rezultat bo'lmadi dedi. Biz norozimiz dedi. Dedim, unaqa bo'lsa boshida jahlim chiqdi. Keyin to'xta, Jasur, o'zingni bos dedim. Rentgenlari bor dedim, rasmlari bor dedim. Balki rostdan hech narsa rezultat olmagandirmiz. Davaychi bo'lmasam tekshirib ko'ramiz dedim-da. Boshqatdan rentgen qildim, rasm oldim, tekshirdim, ko'ramiz hozir rostdan rezultat bo'ldimi, yo'qmi. Bu bemorimizda yuqori jag'i tor edi, tepa tishlari rosa protruziyada edi. Mana ko'rdinglar. Bu yoqda uncha milki ham ko'rinmagan edi. Bu yoqda shu MSC qo'yib har doimgidek qiladigan ishimiz yuqori jag'ini kengaytirib, face mask berdik, yuqorisini o'stirmoqchi bo'ldik. Balki rostdan ham hech qanday rezultat ola olmagandirman, shuning uchun tekshirib ko'raylik dedim. Agar o'xshamagan bo'lsa dedim, ming bor uzr so'rayman, pulinglarni shunday qaytarib beraman dedim. Boshqa doktorga borsanglar bo'ladi, to'g'risini aytdim. Rentgen qildik, rasm tushirdik. Rasmda birinchisida hech narsa o'zgarmadi, ko'rdik, lekin faqat mana bu joyi yo'qolibdi. Buni ham keyin sezdim. Solishtirib ko'rganda ancha mana bu tomoni o'zgargan, balki ozgandir bemor. Rasmga qarab turib baho berish qiyin. Kulganida bu yoqda milki sal ko'proq ko'rinishni boshlagan. Balki bu yoqda unchalik yaxshi kulmagandir boshida. Chunki mana bu burun lab burmalari unchalik chuqurlashmagan ekan bu tomonda. Bu bizda yana bitta xatoyimiz. Boshida ham qattiqroq kuldirishimiz kerakda. Ko'pincha rasmlarni shogirdlar oladi, bir xil payt uncha kuldirmaydi, tez-tez olib ishni bitirsa bo'ldi. Bo'sh turgandagi holati. Bu yoqda mana spesialniy ikkita rasm oldirtiraman. Bittasi yaxshi kulmagan bo'lsa, ikkinchisi sal yaxshiroq kulib qolgan bo'lishi ham mumkin-da. Buni yaqinroqdan olganmiz. Bu yoqda sal yaxshiroq, bu yerda sal milklari ko'rinishni boshlagan. E'tibor berganmiz. Lekin bu yerda ham bunaqacha maksimallik kulmagan yoki MSC'ni effektidir bu yoqda. Milki ko'proq ko'rinishni boshlagan. Yon tomondagi rasmi. Bu yoqda ham mana bu rasmimiz sal kattaroq bo'lib ketibdi. Sochi shalg'itgan ekan, bu yoqdagi rasm sal kichkinaroq bo'lib qolgan. Yondan qarasa hech qanday o'zgarish yo'q rostdan ham. Qilgan ishimizdan hech qanday natija olmaganga o'xshadik. Ular ham, uydagilar ham xuddi shunaqa fikrda. Rasmni ko'rib turib, men ham aytdim, qo'limdan hech narsa kelmabdi shekilli deb o'yladim. Balki rostdan shunaqadir deb. Yon tomondan ko'rinishi, lablarining holati. Bu ham ikkalasi ikki xil rasm. Uzoqdan boshqa olingan, yaqindan boshqa. Bir xil payt labini yopishi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda o'sha mana bu narsasi sal boshqacharoq boyanga qaraganda. Kulgandagi holati mana. Mana bu yerda kulganda ko'rishimiz mumkin. Tepasi ozgina protruziyasi ko'proq bo'lgan ekan oldin, a? Bu yoqda ozgina kamroq yoki menga shunaqa ko'rinyapti. Tishlarining holati, okkluziyasi mana shunaqa holatda. Yuqori jag'i tor bo'lgan, brekit qo'yishgan, protruziyaga chiqarib berishgan. Ozgina protruziyaga chiqqan. Endi ularga shu narsa yoqmadi, tepa tishni orqaga tortib bering deb kelgan o'zi aslida ular. Tepa tish chiqib ketyapti ko'p deb jalbasi bilan. Tishlarining nisbati. Mana shu yerda prikritiyasi bu yoqda sal kamroq bo'lgan ekan. Bu yoqda sal ko'paygan. Prikritiyasi. O'sha narsani ko'rish mumkin. Lekin ko'zga tashlanadigan unaqa o'zgarish yo'q baribir. Tishlarining nisbati bu yoqda mana sagitayniy sheylarni ko'rsak bo'ladi. Bu yoqda ozgina o'zgarish bor. Tepasi ozgina oldinroqqa yana ham chiqqan. Bir-biriga nisbati, yon tomondan ko'rinishi. Rasmda rakursi bu yerda ham farq qiladi. Ikkalasi ikki xil olingan bu yoqda ham. Baho berishimiz ozgina qiyin. Mana bu 90 gradusdagisi. Tepadagisi ozgina oldinroqqa chiqqanga o'xshaydi, klik ustiga. Balki pastki jag' orqaga surilgandir. Uni ham bilmaymiz endi. Bu yoqda baho berish qiyin. Bu tomondagi holati mana 90 gradusdagisi. Birinchi sinfga yaqin turgan oldin, endi bu yoqda sal ikkinchi sinfga yaqinlashgan. MSC hamma biladigan shu jag'ni kengaytiradigan apparatimiz. Kengaytirdik. Yaqinda kurs bo'ldi, Aqronxonda kursi.
uni taktikasi menga qandaydir yoqdi. Balki shunaqa qilib ko'rishimiz kerakdir. Men ham bitta ikkita bemorlarimda shunaqa qilib ko'rishni o'ylab ko'rdim. Bir hafta buriydi, aktiv, kuniga 2 marta to'xtatadi. Face mask taqadi 2 oy. Bu bemorda men unaqa qilmaganman. Polni buravergan. 2 haftami, 3 hafta polni buravergan, face maskni ham taqavergan. Avgustda qo'yganmiz apparatda, avgustning 3-chisosi. Bu hozirgi dekabrdagi holat. Balki o'shanaqa taktikada ishlasak, yuqori jag'i ko'proq o'sar rostdan ham. Bir ishlatib ko'rishimiz kerak ekan o'sha taktikani. Rentgeni mana panoramnisi, oldingi bilan keyingi holati, razmerlari 4 oyda endi unaqa katta o'zgarish bo'lmasligi mumkindir. Men bu yerda balki men adashgandirman. 80 ga 76. Balki pastki jag'i yana o'sgandir razmeri millimetrda. O'sgan bo'lishi ham mumkin, chunki o'sish davrida bola. Rentgenini 12-iyulda diagnostika qilgan ekanmiz. Bunisini 5-dekabrda qildik. Расширение bo'lgan, skeletniy, burun bo'shlig'i kengaygan, nafas olishi yaxshilangandir, lekin u haqida gapirgani yo'q. Suyaklarining orasi ochilgan, yon tomondan ko'rinishi mana. Pozitsiyasi sal o'zgarganga o'xshaydi, pastki jag'ni. Balki rentgenda noto'g'riroq o'lchagandirmiz. Nafas yo'llari. Nafas yo'llarining oldingi holati bilan keyingi holati unaqa o'zgarish yo'q, katta. Razmerini o'lchashga harakat qildim. Har doim bitta joydan o'lchashga harakat qilaman. Oltilar nisbati mana. Tepa 57, 62 ga chiqqan, kengaygan. Past 56-55, примерно 1 mm endi biz ham adashamiz. Yon tomondan ko'rinishi, tepadagi holati, tepani protruziyasi ko'proq bo'lgan ekan oldin. Bu yoqda sal yaxshilanganga o'xshaydi. Endi buni ota-onasiga tushuntirish juda qiyin. Ko'rib o'zgarmagan-ku deyish mumkin. Nafas yo'lini e'tibor bersak, bu yoqda yaxshiroq ekan, bu yoqda yopilgan nimagadir. Yutungandir balki. Yutungan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Sustavini ham ko'rdim doposlisini. Oldin qilganimda o'rtada turgan ekan. Bu yoqda ham balki o'rtadadir. Meni ko'zimga ozgina oldinga surilganga o'xshab ko'rindi. Ozgina nechadir millimetr oldinga surilganga o'xshab ko'rildi. Do'stimni kolleksiyasidan olaveydi. Bemorga ko'rsatishga yaxshi. Mana bu holati. Yon tomondan lateralniy holati. Oldingisi bilan keyingisi. Mana bu yerda ozgina masofasi kamaygan. Bu tomondagi. Oldingi bilan keyingisi. Bu tomon sustav. Oldingiz bilan keyingi holat. Ozgina oldinga chiqqan. Menimcha ozgina sayrga yaqinlashganga o'xshaydi. Ko'z bilan endi millimetrlarni o'lchash kerak uni. Sefali ham qilib ko'rdim. O'zgarish bo'ldimi, yo'qmi, qanaqa bo'ldi? Natija oldikmi? Sefalida birinchi qaraganda hech qanaqa o'zgarish ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Oldingi bilan eskisida deyarli hech narsa o'zgarmagan deb o'yladim. Emisi. Bemorda yoshimi? Hali 14 ga kirmagandi-da. Brekit qo'yish kerak bo'lmagan holatda brekit qo'yilgan edi. Hozir bu nechinchi stadiya bo'lyapti? 5 mi, 6 mi? 5. 5 ga tortdi. Позвоночниga o'sgan. 4-stadiya gorizontal turdi. 4-stadiya, chunki unda gorizontal turdi. O'syapti. Ya, qaytarildi. Nafas yo'li naprotiv bu yerda kengaygan qarang. Millimetrda o'lchashimiz kerak ekan. Pastkisimi, yuqorisimi? Tepasi ham, pasti ham. Bu просто yutungan bo'lar kerak. Tepasiga biz aralasha olmaymiz, chunki adenoid bor-u, o'sishi mumkin, qaytishi mumkin. Pastiga lekin biz ta'sir qilamiz. Yuzi cho'p qarang, qayerda? Yuzi qayerda? Endi ikkalasini bir-biri bilan solishtirib ko'rdim. Yaxshi web safe'imiz bor ekan, imkoniyati bor. Solishtirganimda mana eskisi bilan yangisi, qorasi eskisi, qizili yangisi. Pastki jag'i ham menimcha o'sgan deb ko'rsatyapti bu yoqda. Endi bu yerda qaranglar, bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Web safe'da kranialniy ploskostlardan unga
esimdan chiqib qoldi. Frankfurt bilan kranialga solishtirib ko'rsa bo'lar ekan. Mana bu razmerni uzunligini ham hisobga olishimiz kerak. Agar o'sgan bo'lsa 1-2 mm o'zgarishi mumkin. Keyin ploskostni joylashuv joyi. Mana bunda men birinchisida frankfurtskiga orientir oldim. Frankfurtskiga qo'yib ko'rdim. Agar tochkalarning ikkalasini bir xil qo'ygan bo'lsak, shunda ham harakat qildim. Ikkalasini bir vaqtda qildim, 5 minut oralig'ida. Shu nuqtalarda adashmasligi uchun. Qo'yib ko'rdimda, qaradim. Yuqori jag'i ham o'sgan, lekin pastki jag'i ham o'sgan deb ko'rsatyapti bu yoqda. Yoki oldinga chiqadi sustavni hisobiga. Keyin ikkinchisida kranialniga qo'yib ko'rdim. Unga qo'yganimda bu yerda ham mana ozgina o'sish bor, lekin past ham o'sgan deb ko'rsatyapti. Bunda vertikalizatsiya bo'lyapti. Balki Frankfurtda yo'q-da vertikalizatsiya. Mana bunda yo'q. Bunda bor. Bunda bor. Mana shunaqa qilib ikkalasida qo'yib tekshirib ko'rdim. Rostdan o'sishi bo'lganmi, bo'lmaganmi deb yuqori joyda. Balki rostdan o'smayotgandir. Bu yerda agar ko'radigan bo'lsak, ozgina o'zgarishi bor. Agar adashmagan bo'lsam, A nuqtani qo'yganimda yoki o'sha suyaklarni joylashganimizda. Keyin mana bunaqa qilib bir-biri bilan qilib ko'rdim. Nima derdik buni? Superimpozitsiya. Shu bemorni ota-onasiga ko'rsatish uchun. Rostdan o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi deb. Bu yerda ham qiyin ekan, ikkita rentgenni bir-biriga moslash. Men bu ikkita suyakni bir-biriga harakat qildim. Suyaklarni bir-biriga moslab turib, kranialniy ploskostlarni ikkita rentgenni bir-biriga moslashga o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi? Qasam o'sgan degan qarorga keldim yana endi. Ota-onasiga shunaqa deb aytishga, tushuntirishga harakat qilamiz deb. Qiyinroq ekan. Buni lobni pazuqa ham qanday tepaga qarab ketyapti. Bu degani rentgenni noto'g'ri qo'yganmiz bir-biriga. 3D naslaniya qilish kerak. Chunki bokovoyda bittasida tushga mana bu yerda mandibular ploskost. Qarang. Angles ikkalasi ikkita rang qilib qo'ydi. Sal kallasi burilgan bo'lishi mumkin-da. Yo'q, u ikkita ikki xil bo'lishi bitta rentgenda ham ikki xil bo'lib qolishi mumkin-da. Do'stlar, birinchi rentgenda ko'rmayaptimi? Mana undami? Mana bordi. Bunda ham bor, unda ham bordi. Naslaniya. Ikkalasida ham bordi. Ikkinchi rentgenda N tochka tepaga ketgan. N tochka. Mana undami? Tepaga qarab ketgan, ha? Frankfurtskiga qarab naq qilingan shekilli. Значит, biz unda kranialniga qarab olishimiz kerak. Solishtirish uchun. Unda mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi. Chunki расширение payti bu yerga orbitaga ham ozgina ta'sir qilishi mumkinmi bizda? Mumkin-da. Mumkin, u ham o'zgarishi mumkin-da. Вот. Kranialniy более такой наоборот. Ha, значит, ko'z kosasi ham o'zgarishi mumkin-da. Ko'rgan nuqtamiz o'zgaradi. Значит, unga orientir olishimiz bizlar chalg'itadi. Endi faqat shu biz Frankfurtskini aniq topamiz. Ko'rganda adashishimiz mumkin. Bu imенно bunda ham ko'rgan mana bunisida yo narigisida uncha yaxshi ko'rinmaganda. Хотя ko'rinib Rasmini ham. Balki rostdan hech narsa o'zgarish bo'lmagandir. Yoki yuqori jag'i bilan birga o'sib, yuqorisi ham, pasti ham o'sgandir. Ya, bu yerda rotatsiya bo'lgandek bo'ldi. Meni kesmam shunga o'xshashadi. Sizniki? Bo'ldi, unda siznikini Bu ko'ramiz. yerda peshonasida deyarli o'zgarmagan, rotatsiya bo'lgandek. Xuddi yuqori jag'i ham, bular yuqorilab ham tushyapti. Pastki jag'i ham orqaga ketadi. Значит, yuqori jag'i o'smagan. Sifal anasi Deganman, anusini tashlamadim-da, siz kompyuter ishxonada yo uyda qolib ketibdi-da. Sefalasini ham tashlashim kerak edi-da. Veb-saytdan hozir qarab ko'rishimiz kerak ekanda. Shu esdan chiqibdi-da. Qilingan, ikkalasini ham analiza qilingan. face mask qaysi paytda? Endi men bilmayman-da, taqqanmi, taqmaganmi, lekin taqdi deyapti. Qachon taqdingiz?
Men 24 soat taqish kerak deyman, lekin maktabga borganda ichadi, ovqat yeganda ichadi deyman bo'ldi. Uxlaganda-chi? Uxlaganda taqat deyman. Yana bitta xatoyim, face mask berganda grammini o'lchamayman. Balki yetarlicha kuch bermayotgandirman. Endi o'lchashni boshlayapman. Taxminiy berardim kuchni. Chunki baribir buni o'zi 4-saga bo'lsa, u ham juda ham katta ko'proq tuyushdi. O'zi simulyator o'z o'smaydi, mana juda ham katta ekstra rayonda kuchlish kerak. Yo'q, qarang, o'zi face maskga shu 500 ga ham kuch berish deb faqat profitdan olyapmizmi hozir yo boshqa источник ham bormi? Men faqat shuni bilaman, profitdan. O zaman London kelganda 1 kilo to'g'rimi? 1 kilo. 1 kilo. Chunki 800 gram bo'ldi. 1 kilo bersa 800 ga tushib 600-800 gacha dollar. Короче, professor amerikalik yuqori jarda ham o'lchashini qanday desak, maglaz dedi misol. Korpusni rejimlar uchun balki hammasini hisoblab shunaqa berayotganlar. Bu 1 kiloni ikkalasiga aytdimi? 500 mi? Injilismi. Face mask dedimi? Face maski 1 kilogacha. 1 kilo degan bo'lsa, balki bu yog'i 500, bu yog'i 500 dir. 500 mi? İkinci klass sayt. 500 İkinci klass saytda 1 kilogacha beradi. Bermayman dedi hozir. Patsient shunaqa qilib taqqan dedi, ishlardi dedi. O'shandan keyin shunaqa qiladigan bo'ldim dedi. Buni mana sinab ko'rdi. Realni ishladi. Sizdan 2-chi kilo, 3-chi kilo ketib qoldi. 3 klass ketdilar. 1 kilo beradi. Ну, patron normal emasmi? Face maskda qancha berish kerak? 500 dan ko'p bermayman. 700 gram beraman. Bu elastik ishlatgan keyin kuchini yo'qotadi. Balki har tur soatda almashtirishimiz kerakdir. Men lekin uyquga taqasam deyman. Uxlaganda ham. Yetar, talon taqmay. Rezultat beryaptimi? Yo'q-da. Yo'q-da, вот именно. Yo'q-da. Yo'q-da. Buni shu kecha naqadar ham ko'rdim-da, Rasul. Mendan solishtirdi. Sefalov, do'qos sefalov ko'rsatdi-ku, o'g'liga ko'rsatdim, o'g'li dedim, mana ko'ring dedim. Do 76 SN. Xo'p, hammasi o'zgarsa ham SN o'zgarmaydi, to'g'rimi? Yo'q, o'zgarsa SN o'zgarishi kerak bo'ldi, face maskda. Xo'p, pastgacha rotatsiya bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mayli, bizga qiziq emas u. Bu SN o'zgarishi kerak. O'zgarmadi. Do 76, yo'q, do 76, posti 74. И наоборот retruziyaga kirib ketgan, kengaygan. Может быть, vertikal o'lchagiga analizini yolg'iz topolmayapman, yuqori jag'da. O vertikal. N'dan at o'lchagigacha bo'lgan. Ha. Ana balki rotatsiya bo'lmaganmi? O'shani aytyapman-da, может быть, vertikal o'syapti. Ana shu Hozir naslaniya turida qildingiz-ku, bunaqa, sifat. O'shani ham e'tibor qilyapman. Может быть, bunaqa rotatsiya ketyapti. ana shu rotatsiya Prezentatsiyani o'qish. Menga yuqori javob tanasiga mana. Kurchokda. Siz endi bu yoqda mana bu o'zgaryapti deyapsiz-ku. Boshini tepaga ko'tarib o'rgandir. Ha, bu ham o'zgaryapti. Biling, mana shuni ana shu to'g'ri 3D dan qilsak. Hozir sizda mana SNA'ngizni ko'rganmiz-ku, nimadir yasni bo'ladi. Realniy bunaqa bo'ldimi? Bu yerda qarasangiz meni bo'lganda, ko'rdingizmi? Ko'rsatdi-yu. Mana bunaqa turgan tush, mana bunaqa bo'ldi. Lekin 76, 74 ga aylanib qoldi. Cho'tadi. Ahrorxon adashishi mumkin emas. Ahrorxonda bitta narsasiga e'tibor berdim. Mana buni shug'ullanib yuribman-ku. Mana bu ikkalasi bir-biriga to'g'ri kelmayotgandi unda. O'shada. Bu narsa Mana bu ikkita ploskость ikkalasi ikki xil joyda turibdi-da. Bos sizda ham ko'rganlar bo'lsa, qayerda o'lyapti? Bunaqa. Orbitaliga o'zgaradi. Unda SNAga qarashimiz kerak. Unda orbitaliga qo'shilgan. Men bitta patsentim bor edi. Перерасширение bo'lib ketgan. Mana bu yergacha nazarni kosmetigacha bo'lib ketgan. Uning yuzi kengayib, ush kelgan. Hozirda xulosangiz nima bo'ldi? Xulosa mana buni ko'rib, o'sgan, pastgacha ham, yuqoriga ham o'sgan degan xulosaga keldim. Faqat SNA bilan SNBga qaramadim. Hozir shu точно bo'lardi. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Bugungi olib chiqayotgan keysimiz ham 3-klassga bag'ishlanadi. Maksillyar antrizatsiya bo'lyaptimi, yo'qmi? Bemorimiz birinchi kelgan payti
2023-yil 9-noyabrda. Profilini ko'ryapmiz. Turganda ham выступающий подбородок. Kulgan payti ham iya ko'rinadi, tepa tishlar ko'rinmayapti. Dog' holatdagi rasmi. Profil holati. Profil holatda ham явный o'zgarish bor. Iya katta, ko'rinib turibdi, 3-klassligi. Xo'sh. Og'iz bo'shlig'idagi holat fotoprotokol bo'yicha. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, явный 3-klass malyarlar. Malyarlar kontaktda bo'lmayapti. Bir. Pastki olti, tepadagi olti. Polni 3-klass dentalniy. Ikki taraf ham xuddi shunday. Malyar kontakt bo'lyapti premalyarlar bilan. Bu dentalniy. Xo'sh. Sefalo ikkidasi. Keldi bemor, prepubertat. Hozir bularda jag'larni fazodagi holatini aniq o'lchashlarga olib boramiz. Bu o'sha birinchi rentgenimiz 2023-yildagi rentgen ortopani va yaqinda 2025-yilda ham ortopan tushgan, uni solishtirib ko'ramiz. Dog' holatda sustavlar holati. O'ng taraf, chap taraf. Da. Turibdi. Chap tarafda u rentgenni anasi xiraligi uchun yaxshi ko'rinmay qolgan. Bu yoqqa o'tkazib ko'rdim, o'sha joyga xira tushgan ekan. Dog' rentgeni orqa tarafdan ko'rinishi. Endi transverzalniy analiz qilib ko'rganimizda 56 ga 60 chiqdi. Yuqori jag'imiz asosi torroq bo'ldi. Endi o'lchashlarda men olib boryapman hammasini 3D da. 3D ga nisbatan o'lchab ko'ramiz. SNA 80 gradus. Buni boya aytganimizdek M точка ham, A точка ham hammasi birga bir to'g'ri qo'yilyapti. SMB 88. Явный 3-klass. Maxillar prognatizm, maxillar retrognatizm, mandibular prognatizm deb olsak bo'ladi. Xo'sh. O'lchashlarimiz. Vertikal tekislik bo'yicha SN ni 29.1 bo'lgan domiz. Paltal ploskostimiz bizda 16 chiqdi. Juda naklon mana. Orqa tarafini ko'rsak, ANS bilan PNS точкani PNS точка juda balandda turibdi. 16 chiqdi. Dog' holatlari. Tishlar protruziyalarni o'lchadik. Birinchi tishimiz 133 gradusda, pastki tishimiz retruziya turibdi, 77 gradus. Kompensatsiya bo'lgan maksimal. Tepa bu dentalniy уже kompensatsiya bo'ladi. Dentalniy protruziyaga chiqib ketyapti. Tishlar retruziyaga qaytyapti. Xo'sh. Tishlarning holati, skuchnis borligi. Endi bemorimizda do posli holati. Rasmda 1 yil farq bilan tushirilgan. Dosi, poslisi. Yuz tuzilishi, iyaklarda o'zgarish sezilyapti. Kulgan payti tepa tishlar ko'rinmayapti. Bu yerda uch ko'rinyapti. Profil. Profildagi o'zgarish. Face mask takmagan. Yo'q, face mask taqqan. Face mask 100% taqqan, даже iyaklar yarib bo'lib ketadi. Конкретно taqqan face mask, без отказа. И грамм ham, как положено, 500 grammdan berganman. Mana shu bemorni после 3D'lardan keyin face maskni o'ylab ko'rganman-da shundan keyin. Analiz qilib ko'rgan. Da. Profil holatlari. Yuz tuzilishida явный o'zgarish bor, ota-onasini qoniqtiryapti, bola ham hammasi davolanadi. Bu natija bo'lgandan keyin 1 yil yo'qolib ketdi patsientlar. Bizga qolgan narsa 3D. 3D analizi. Dentalniy изменение bo'lgan, qo'yganmiz Hyrex apparat. И face mask. Dentalniy изменениялар. Bular o'sha kesib tashlagan mahluqlarni oldinga chiqdi. Endi mana shu holat nimani hisobiga kelayotganini juda qiziq bo'ldi. Bular demak, do после cefalosi, endi SNA, SMB bo'yi o'lchagan показательlar ko'rib chiqamiz. Do holati sustavdagi изменение,
Sustavda deyarli o'zgarish bo'lgani yo'q. Bu tarafda ham chap taraf dissalniroq turuvdi, postli holatda xuddi shu joyda. Sustavda изменений yo'q deb baholadik. Do poslisi. Transverzalniy. Kengaytirishni maksimal ola olmadik. 57 edi bizda. Tepa jag'da asosiy kengligi. Hyrex bilan kengaytirganimizda 60 bo'ldi. Endi domiz boya qaytadan eslab o'tamiz. 80 ga 88, esana SMB. Poslisi 81 ga 84.5 bo'ldi. SME 80 edi. 80 edi. Bizda bo'ldi 81. 1 gradus. Bizda 88 edi, 84.5 bo'ldi. Bizda pastki joy явно kichrayib qolmaydi. Bizda rotatsiya bo'ldi. Rotatsiya qanchaga bo'ldi? Bizda domiz, demak, bu poslisi. Domiz 29 edi. 33 bo'ldi. Mana dos. Mana dosi 29 edi. SN to MP ga. Poslisi 33 gradus bo'ldi. Palatalniy qanaqa o'zgardi hozir? Palatalniyda bizda o'zgarish bo'lmadi. 16.1. U pashti yo'q-da. Rotatsiya ham bo'lmagan yuqori jaq, to'g'rimi? Yuqori joyda rotatsiya ham hech narsa pashti sezmadik-da. Pastki joyda rotatsiya bo'ldi lekin ya'ni. Face mask taqdi dedingiz-a? Face mask 100% taqdi. Yara bo'lib ketdi, ha. Necha oy taqdi? 8 oy taqdi. Yozda eshikda. Mana bu rangini 2023 11.09 2024 07.30 30-yilda уже taqmayotdi face maskni. 2024 Bu yerda demak tishlardagi holat. Tushunmadim, necha? Dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyulda 30-si. 8 oy, ровно 8 oy ekan. Staxta. Gramni o'lchamagan. Yo'q, gram o'lchangan 500 gramdan. 500 gramdan naklonga pastga qaragan. Sразу quragansiz. Vintni bir oyda burab tugatdik Hyrexda. Undan keyin Hyrex qo'yganmiz, ha. Apparatimiz o'sha payt Hyrex bo'lganda. Keyin mana shu bemordan keyin olgan xulosamiz, men o'zim olgan xulosam nima bo'ldi? 8 oy face mask taqdi. SNAda o'zgarish 1 gradus bo'ldi. I plus face maskda bizga ikkinchi effekti bor. Shuncha taqayapmizmi, u tirgak, ikkinchi tirgak pastki jag'ga-ku. Bu 400 gram kuch bilan itargandan keyin pastki jag'da ham orqaga jonchi 500 gram bo'lmasa ham 250 gram kuch bilan orqaga itarilish beradi. Ikkinchi tarafi. Lecheniyada shundan keyin savol paydo bo'ldi, face mask taqishdan maqsad o'zi nima bo'lyapti deb. Bu yerda bu keysimizda bo'lyapti faqat pastki jag'da rotatsiyasini ta'minlab berish. Tepa jag'imizda faktiski sagital ploskostda o'sish bo'lmagan. 1 gradusga raznica bo'ldi faqat. Apparat rasmi bormi? Hyrexmi? Da bor. Yo'q. Nimalarni apora edi? Apora 6 da. Faqat 6 Da. Premelarga ko'rmagansiz. Bor, primalarda bormi dos? Bor ekan. Primalarda ham 1 gradusda minus 2 marta bo'ldi. Lekin face idealniy bo'ldi. O'zi idealniy bo'ldi. Lekin men ana PubMedda izladim-da. O'sha face maskni effektivligi haqida statiyalar bor ekan. Lekin o'shani o'zgaryapti deyapti-da. Ular qanday taqayapti? Hatto to'g'ri ketyapti. Men ham aytdim-ku, men ham ko'rdim-da. Shunday vertikalniy oldinga o'sib chiqqanini ko'rganman-da, keys ko'rganman. Bu MS'da bo'lgan, Hyrexda bo'lgan. MS'da qo'ygan. Sefalasida qo'ygan. Siz ham mana bunga MS qo'ydingiz. Bunda bo'lgan, значит, biz qayerda xato qilyapmiz. Face mask taqishda nimadan ketayotgan? Gramada balki xato. Yoki yo'nalishlarmi? face mask taqqanimizda bizda nazomaksillar kompleksi olib chiqishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Nazomaksillar kompleksimizda endi bizda suyaklar birinchi aporamiz tushyapti maksilla. Maksilla orqa tarafdan nimaga birikayapti? Os palatinumga, tepadan zigomaga.
orqa tarafda ham boyagi palatal ko'st sfendalisga taqilyapti. Face mask endi shunda biz sfendalisni ham oldinga olib chiqayotgan bo'ladimi? Yo'q, o'sha yerda razrek bo'ladi. Razrek bo'ladi deymiz. Chok yoriladi o'sha. Uning asosiy maqsadi shu. Ideya shunaqa. Choklarda toki razrek bo'lmaguncha yo'qolgan oldinga chiqmaydi. Ot Hilexda qilib ko'rilganda razrek bo'lmaganda Yo, bunda lekin mana bu zigomada явно ana yo'q, razrev yo'q. Bo'shashmagan. MSI'da bo'ladi. MSIda MSI'da bo'ladi. lekin o'zi MSI kesam bo'lmaydi. Kesam taqolgan. MSI razrev deganda biz nimani tushunyapmiz? Явно ikkita suyakni o'rtasida shel borliginimi? Ochiladi, choklar ochiladi. Zigoma bilan mana birikkan joydan. Yumshaydi o'sha joy. Anoda qo'ydikanlashda eksperiment qilganimizda xuddi o'sha narsa. MSI'ni burayapmiz-ku, akus zigomatikusda birikadi mana temperalis bilan. Tirs o'sha yerda unaqa u yerda prям haligi ovoz bilan yorildi. Endi u quruq suyak. Живой suyakda unaqa ovoz chiqmaydi. Tanlay. Lekin boyagi prosessus pterygidius bilan haligi tuber maksimdagi birikkan joy bor. Ana o'sha yerda razrev. Yo'q, palatal. Orqadagi birikkan joyimiz bor, ana o'sha yerda razrev ketgan. Bu MSIda g'oyasi shu o'zi. Mana bu frontalisda bo'lgan, hammasida bo'lgan. Bu Facebookka men qo'yuvdim o'shani. 2019mi 2018 u eksperiment qildik biz Samarqandda. Menda bitta patsientimda razrev nosgacha bo'lgan, lekin orqa taraflarini ko'rmagan ekanmiz o'shanda. Явно ko'ringan narsa burunda razrev bo'lgan, burni ishib ketib kelgan, keyin обратный burib qaytaruvdik. Lekin orqa taraflardagini. Lekin o'sha patsientimda ham SNA o'zgarmaganda. Mana shu bemoringizda shovuni ochilgan rentgeni bormi? Shovun ochilgan yo'q, iyulda tushyapti-da keyin. Lekin boyagi rasmda diastema явно hosil bo'lgan. Bu V-obrazli kengaysa ham hosil bo'lyapti. Da. To'g'ri. MSIni ham asosiy mohiyati shunda, unda V-obrazli emas, parallelni kengayish kerak-da. Da, bu yerda V-obrazli kengayish bo'lgan, chunki bizda o'lchaganimiz 57 edi, rentgendagi bizda 60 mm bo'lib qoldi-da. 3 mm gina kengayish olgan bo'lyapmiz. Shokni o'lchashingiz kerak-da. Shokni o'zini o'lchasangiz qancha millimetr kengayganini bilasiz. Mana 2020-yil qo'ygan ekan bu narsani. Bunda adenoid bo'lgan ekan. Da, do'st adenoid bor edi. Keyin adenoid yo'qolib ketdi. Adenoidni birinchi oldirib keldi. Adenoid явно bor edi, operatsiya qildirib, Oldirgandan keyingi rentgen. tushgan birinchi kelgan paytda adenoid bor edi. Bu ikkinchi rentgen. Bu ikkinchi rentgen, уже 8 oydan keyingi sefalosi. Mana bu adenoidni oldirganmi hozir? Mana bu yerdami? Bu yerda kelgan paytda adenoid bor edi, keyin lorga jo'natdim men. Adenoidni oldirib keldim. Mana shu kartinada adenoid bormi yo'qmi? Bor. Olish kerakmi shuni? Shunaqa patsientni man lorga jo'natdim. Ikkita lorga kirgan. Adenoid yo'q edi. Shuni olish kerakmi o'zi? Shunaqa holatda? Yo'q, bu ikkinchi stepen. 3ta stepen bor-ku. Birinchi stependa qo'lni nafas oladi, hech narsa qanaqa bermaydi. Ikkinchi stependa shunaqa bo'ladi. Yo'q, nafas berishga o'zi qanaqa berish kerak. Uchinchi stependa nafas ololmaydi. Endi bunda bemalol nafas olyapmiz, значит, birinchi stepen desak ham bo'lar ekan. Birinchi stepen, ikkinchi stepen olmaydi-da. Davolanadi. Medikament o'zi. Xo'p, keyinchi Keyin xulosa qilib aytganda, bu patsientimiz nima hisobiga lecheniya bo'ldi? Pastki jadr rotatsiyasi hisobiga bo'ldi. Men olgan xulosam ana shuni bo'ldi. hech qanaqangi Sustavda deyarli o'zgarish bo'lgan yo'q. Dentalniy izmeniylar. o'zgardimi dentalni? Dentalniy o'zgardi. Bizda edi 133 edi bu. Protruziyasi, keyin bizda bo'ldi 125 bo'lib qoldi. Bu 71 edi, undan keyin 77 bo'lib qoldi. Ha, значит, o'zgargan. Yo'q, bu rotatsiya bo'lgan, birinchi pastki joy o'zgarmagan shu. Yo'q, pastki jaga nisbatan o'lchangan mana. Nijniy front protruziyaga chiqqanmi shunda? Yo'q, da protruziyaga chiqqan bo'lyapti 71 dan 77 gacha. Mana 133 do. 2023 ha, 77. Ha, poslisi 71 ekan. Ha, Yana dальше retruziya. Retruziyaga ketibdi, ha. Bu yo'q ham bor ekan. Может, bu face maskni mana bu plastmassasi
Mana shu joyda o'tagani uchun yana retroviziya qiladi. Uni o'sha ham qanaqadir effekt berayotgandir. Shu holatda bu patsient bilan ishimiz davom etyapti. Kecha yana keldi. Kelgan payti brekket taqamizmi yo'qmi deb faqat tepasiga taqib qo'yganman. Shu bilan 1 yil yo'qolib ketib, pastga taqmagandik. Pastga kelib mana ildiz shakllanganmi yo'qmi 2 da rentgen qilmoqchi edim. Mana shu xos ko'rdim. Bu endi sverkomplekt bo'lyapti, to'g'rimi? Da yana bitta yarmi zachatka chiqyapti mana. To'rtlardek. Primalarlar o'rtasidan. Da, primalar yana bitta zachatkasi chiqyapti. Da, tish olishni o'ylab turdik. Endi malyajni olmoqchi edim men. Oltini. Da, oltini olmoqchi edim. Endi primalar pastdan yana bitta primalar chiqayotganiga o'ylanib qoldim. Qaysini? Lekin явно oltini olmoqchi bo'lib turdim. Oltini olib, desalizatsiya qilmoqchi edim. Chunki oltilar primalar bilan kontaktda edi. Endi primalardan pastdan yana bitta qo'shimcha chiqib kelyapti. Jackpot endi. Esimiz shu. 7 olib qilsam 6 Men nima qilmoqchim? 6ni keyin biz turibdi-ku, battar operate qilyapmiz-ku. Operate hisobiga vertikalizatsiya oshib ketish ehtimoli deb 6ni olmoqchi edim. Hozir 6ni yana desaltsaksiya u vertikal turib qoladi-ku. Уже bizda oshib boryapti, necha bo'lib qoldi? 33 bo'lib qoldi. SNMP ga nisbatan. Qanday? 29.1 dosa, keyin Lekin yana oshsa normal. lekin normal, yana oshsa normal ekan 36. Vertikalizatsiya qilyapti. Ondan 8 olmoqchisiz, lekin 8 ham oladi. Hozir ham vertikalizatsiya beradi. Bizlarda naklonda o'shyapti o'zi. Bokovой kruг, pastda. O'shaga Da, mezial nakloni bor. 7 ta olinadi yoki. Nimalar? Operating bo'lib vertikalizatsiya bo'ladi. 8 olib ikkinchisi ham. Ну, lekin boya primalar meni o'ylantirib qo'ydi. Shu malyard qaysidir olmoqchi edim. Primalar yana bitta chiqayotganiga. No, xulosamiz shu bo'lyapti, chunki bundan keyin patsientlarga Frenkel taqqanlarimda ham patsient kelgan paytda shikoyati yuqoriga jaqtishlar, pastki tishga nisbatan orqadalik. Patsient ko'rayotgan narsa ham shu edi. Men Frenkelni taqyapman, bir oyga bormay apparat olgandan keyin tepa tishlar oldinga chiqib qolyapti. Vertikalizatsiya. Chista vertikalizatsiya hisobiga ishlayapti-da endi ular. Значит, tepaga o'smayapti. Endi Frenkellarni qayta rentgen ko'ramizda. Unda tayyorgasan. Mana shunday o'lcha Frenkellardan olib chiqamiz bitta-bitta. Chunki Frenkel taqqan patsientim bir oydan keyin hammasi davolanib, hammasi xursand. Tepa tish oldinga chiqdi deydi. Sizlarda ham shundaymi? Frenkel 3-klassga taqqanimizdan keyin menda bir oyda уже tishlar oldinga chiqib qoladi. Shunday bo'lyapti. Hozir endi yuqori jag'iga o'sish haqida muhokama ketyapti-da, to'g'rimi? Yuqori jag' haqiqatda o'syaptimi yo'qmi? O'smayapti. Faqat vertikalniy hisobiga yuqori bo'lyapti. Mana o'shan dedi, qachon? O'tgan yil 1,5 yil oldin aytdim, misol, mashina keyin facemask mana qo'ydim. Bu facemask. Ikkita qo'yishlar, kam emas. O'sha rashranga qilib to'g'ri bo'lyapti. Keyin breakni to'g'rilab olyapti. Facemask qo'ygan. MSD rashranga bo'lganda faqat yonga yeyibdi. Salgina o'sha yetyapti menga. Lekin sana ham o'zgarishi mumkin-da. kerakda aslida. O'zgarishi kerak o'zi aslida. O'shani ko'rishimiz kerak. Lekin bitta yana tomoni qancha jurnalga keng bo'lsa, tepadagi tishni yana olib ketadi, o'ziga ketadi. O'sha payt sana yana orqaga qaytib qolishi mumkin. Buning uchun biz kengaytirganda bitta o'lchab, keyin brekket qo'yib oxirgi etapida yana bitta o'lchab. Lekin kengaytirganimizda o'lchaganimizda явный o'sish bo'lmayapti. U просто keng fazodagi holati o'zgargan hisobiga SNAmiz o'zgaryapti. Nazomaksilar kompleksiga nisbatan olsak, u yerda o'sish yo'q. INS tochka o'zgarmaydi-yu. Ana SN INS ko'rsa bo'lmaydimi? O'sha tochka o'zgarmaydi-yu. SN ANS. Uni normadagisini bilmaymiz. Yo'q, do'q bosdik uchun. Oldindan do'q bo'lsa, norma kerakmi? ANS o'zgarmaydi. O'shani gradusini o'lchab ko'rishimiz kerak. Oldinga chiqsa u ham o'zgaradi. O'zgarmaydi tochka shu, topish oson. N ga nisbatan INS ga tushiramizda, endi SN INS bo'ladi, o'shanda do'q, SN INS postlik.
rentgenni ham shuni ko'rish kerak. Даже sefallar naqadar 3D'da zo'r ko'rinadi. Uyda nima kerak emas, uyda dog' bo'lsa nima bo'ldi shunaqa. To'shamiz shu bo'ladi. Oldinga chiqsiz, значит, Значит, o'sayotgan bo'ladi. Bu aytganingizga agar quruq orqaga ketib, atoshga такой kompensatsiya bo'layotgan bo'lsa. Karskal ham mana protruzerimizni karskal ham o'sirgan bo'lsa, karskalga paydo bo'lib qoladi-da. Yog'ozlardan reja bo'lyapti. Ha, juda katta, lekin ko'rmagan. Daryo bo'yicha perforatsiya ko'rmaganda 20 gradus. 20 gradus temperaturaga bo'ladi. Perforatsiya ko'rmaydi. Mana bu ruslar bor, mana bu fabriklar bor, mana bu PNSdan atoshkagacha o'lchaydi-da. A3 qilib turib, atoshkadan perpendikulyar chiqaradi, palatinani plostikka o'sha kesishgan joyigacha o'lchaydi PNSdan boshlab. PNSdan atochkaga. Pas bo'yicha-da, bu. 54 bo'lishi kerak. O'sha mana bu selladan naziongacha o'lchaydi-da, o'shani 0,2 ga ko'paytiradi. O'sha uzunlik mana PNSdan 70% ni berish kerak ekan. Ha. Yo'lda atoshka o'zgaryapti deyapti-yu. Ha, o'zgaryapti. Orqaga ketyapti. O'sha kompensatsiya unda o'z o'lchami noto'g'ri chiqib qoladi. Unda явно o'smagan. Ha, o'zgaradi. O'zi o'zgarganda ayon o'zgaradi. O'sha biz chalib qo'yadi. O'zgarmas turishgan menimcha aynes bo'ladi. Anamcha nazion perpendikulyarlarga nisbatan ularni o'lchaganimizda Atoshka o'zgaryapti-yu. nazion mana SNA o'lchab atoshkani unaqasiga bir o'lchasa deyapman. Unda ana shuni agar muhokama qo'yib patsientlarimizni bitta tekshirib ko'rsak, haqiqatan bizda nazomaksilar kompleksi o'sish bo'lyaptimi, yo'qmi degan savolga Yo'q, bo'lamiz. Yuzi o'zgaryapti-ku. Ma'lumotlar chiqqan bemorliklar yo'qmi, MSC? u расширение hisobiga bo'lyapti. Расширение hisobiga. Ha, bo'lishi mumkin. Keyin ishadi, travmatik ish ham bo'lishi mumkin, ha? Ko'p bemorlar yuzi ishadi. Balki. To'g'ri ekan. Shu, hozirda aynesga ko'rib chiqqan Da, buni qiziq bo'lyapti. O'shani ko'rishimiz kerak. Yana bitta tilda, xuddi shunaqa yana bitta bemor kelib qoldi. INS bilan PNS nuqtani joylashuvda. Normada bemorlarimizda hammasi deyarli 8 gradus, 7 gradusda joylashyapti. Ikkita bemorimni mana shu уже 12 dan ziyod. Mana bunda 16 chiqdi. U bemorimni ham ana shunday turibdi. PNS tochka tepada, INS tochka pastda. Ikkalasidagi umumiylikni izlaganimda umumiylik topdim, faqat tilda uchi rezist orqasida turibdi. Mana bunday til. Til korpusning pastga tushgani yo'q, faqat konchiga pastga mana beryapti. O'shaning uchun TNS tepaga ko'tarilib ketgan. O'shan bog'liqligini izlayapmiz. Ikkita patsient, bu ikkalasida ham xuddi ana shunday tochka PNS juda baland ayniqsa. Rentgenlar, sefallar hammasiga qaraymiz, почти bitta o'qda yotadi. O'z ichkasi qisqa emasmi o'shanda? Ketgan patsiyentlarda? Bu patsientlarda hammasida tilni boyagidek korpusni ko'tara olmaydi. O'z ichkasi katta emasmi? O'z ichkasiga E'tibor bermagan. e'tibor bermaganmiz-da, ana kamchilik. Bizdan ko'pincha shu e'tibor berib qo'yamiz. Ana shunday. 3-klass ana shu hayvonimiz. Endi xuddi shunaqa MSCnikiga chiqishingiz O'sha mana shu bemordan keyin уже patsientlarga Hyrex'ni ham уже aniqlayapman, taqmayapman. qo'ymaymiz. Толк emas. Chunki Hyrex'da birga bir tish naklonni ham olyapman-da. Chunki tish naklonni ikkita patsientda haligacha qaytara olganim yo'q-da. Shuni chiqib ketyapti, Hyrex itarilyapti. Bunda ham 3 mm gina расширение olgan bunda. Shu hamma patsientga primoy 9 yosh bo'lsa ham MSC qo'yapman. 9 yosh. Bizga maqsad korpusni расширение bo'lyapti. Korpusni расширение uchun MSC qo'yapman. Kecha aytdik-ku, sizda bo'lsa 3-klass, lekin muolajaning kengligi normada. Ana shunga ham zo'r savol bor-da. Buni nimaga izlayapmiz? Mana tilda konchiki bor-ku, ana shunaqa bemorlarda hech qaysi rezist orqasida turmayapti. Normada tilda joylashishi biz rezist orqasida turish kerak-ku. O'shalarda boya kengligi orqa taraf ko'tarilyapti, konchigi pastga tushib qolgan. Kengligi normada. Kengligi normada bo'lyapti, lekin 3-klassda beryapti. Balki faqat frontalni отделе yaxshi o'smay qolgan. O'sha
O'sha shuni izladik-ku. Esingizmi? Yuqorida taksi so'yning borasini. Plastinka qo'yib. Plastinka Sagitalni kengaytirib, mana bu yasab qo'yib, u o'shyapti lekin. O'syapti. Nimasiga qo'yasiz? Ha, teskari Hilux bilan u o'shyapti. menda bitta bemor qo'yib ko'rdik hali. Обратный прямой. Kartikadan chiqib ketmaydi. Yo'q, o'sha yerga qilib chiqqan yo'q. Prямой turibdi. Durajini qanchada bor? 3 kunda bir marta. Bahasini qilmoqda. O'xshaydi. Kam aylantiryapti lekin. Aylantirib qiyin ekan, vintini odamlar o'zi aylantirolmaydi ekan. Kelib kelyapti. Yoshi 11 yoshmidi, 12 yosh shunday edi. 3 kunda bir burasak, syom yapsak bo'lmaydi? man pastga ikkita uchirsa apparat qilgan. Pastga 3 klass elastikani taqarib. Boz 3 klassda effekt emasmi? Elastik. Sharga vizualizatsiya bo'lsin deyapman-da. Lekin elastik taqmayapti. Aytishimcha elastik taqmayapti. Lekin apparat qo'yib qo'ygan, bulutlarni o'zi taqmagan uchun bulutga yopishib ketib qolgan. Apparatdan pastdagi elastik taqmayapti-da. Taqa yuqori aylantiradi. Syomni qo'yib qo'ysa keyin to'g'ri kelib qoladi. Chunki kalsiolida bilan tishga kalsiy yo'qotilgan. Oldin baribir savobni turadi-ku. Oldin sog'lom turadi. Bu ham ishlashi mumkin, chunki boyagi osteopatlar nazariyasi bo'yicha boya rissoviy ko'st bor-ku, faqat rissoviy ko'st boya o'sha chokidan o'sishiga ta'sir bo'lib qolyapti. Unda Damonning nazariyasi, Pitts nazariyasi to'g'ri bo'lib chiqadi-ku. Unda расширение qilmasdan Pitts bilan ishlatagan bo'laveradi. Yo'q, mana o'sha patsientlarda orqa отдел normalniy, frontda bor o'smay qolish. Bunaqalarda endi sababni izlasak, o'sha rissoviy ko'st boyagi давление bo'lmagan, chunki yuqori jag' o'sish sababi давление hisobiga boyagi rasm bor edi, plus minus. Ichki tarafdan keladi, tashqaridan minus. O'shanga stimul yetmay qolgan hisobiga ham shunday tushib qolar balki. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi yig'ilishimizga hammani qaytadan ko'rganga Sherzod aka, sizni ham ko'rganga xursandman. Xo'p, patsientimiz 12 yoshli patsientimiz, 2-klass, 1-podklass, protruziya hisobiga juda ham katta overjeti bor. O'shani hisobiga ham ochiq prikos va brachiosefalik yuz suzilishi. Xo'p, ko'rib turibmiz, yuzida simmetrichniy, yaxshi, profili ham yaxshi. И pastki yuzligi salgina pasaygan, то есть гоняльный угол тупорок bo'lib turibdi. Arkasi desin ulibka yo'q. Yaxshi. Yuqorichini pastkichimiz ko'ramiz, yuzga nisbatan olganman-da. Yuzga nisbatan pastki sentrlari yaxshiroq, yuqori sentri chap tomon ketib qolgan. O'shani hisobiga mana. Yuqori sentri chap tomon ketgan, pastkisi plus minus yaxshiroq. Da, ochiq priks bor. Bu okkluzion rasmimizda ko'rinib turibdi, defitsit juda ham katta. Ikkita klikka полный distopiya, joy yetmayapti. Ikkinchi segmentimizda bokovoyga ham joy tushunuvchilik bor. Pastda ham небольшой скучность bor. Xo'p, klasslar bo'yicha o'ng tomonda klik bo'yicha 2, malar bo'yicha 2 roq desa bo'ladi. Hali aql ishlari bu yerda ko'rinib turibdi, malar bo'yicha 2. Bu yerda ham 2 roq. Xo'p, ugol nizkiy, jag'lar munosabati bimaksilarniy prognatizm, ya'ni ikkala jag' kalla ostinasi va sal oldiroqda joylashgan. Yuqori ishlari protruziyada, pastki ishlari ham salgina protruziyasi bor. Yani ko'rinib turibdi SNISMB da bimaksilarniy prognatizmi. И да, vertikalniy effekti hammasida gorizontalniy, то есть ko'proq gorizontalniy o'sgan. O'shaning uchun ham nijnisi pastga salgina kamaygan. Гоняльный англ kamaygan 120. Xo'p, dentalnistda sagitalniy juda ham katta, chunki WebCF'da eng oldinga chiqqan tishni hisoblaganmiz, ya'ni mana bu tishdan olganman, mana bu tishdan olganman. O'shaning uchun overda juda ham katta ko'rsatgan. Ochiq prikusda и pastkichda ham protruziya, yuqorida ham protruziya. O'shanga qarab yumshoq to'qimalari ham o'zgargan. Hech chorish kerak emas. Bunga qaraymiz.
Tak, problem nesti? Xo'p, kartikalka joylashuv yaxshi, ikki tomonlama первичный ortodoksiya o'shaning uchun yaxshi. Bir xil retruziya joylashgani undan kartikalkasi mana o'sha ishimiz, protruzichkani kartikalkasi juda ham kam oldin qismida. Pastimiz yaxshi. Xo'p, расширение qilish kerakmi? No, dentalniy перекрестный прикус ko'rinmayapti. No, bu skrytый перекрестный прикус bo'lishi mumkin. Chunki dentalniy kompensatsiya juda ham vestibulyar naklonda turibdi. 57 desak, pastimiz 54,5, ну да, расширение qilish kerak. 2 mm расширение qilish kerak. Так, fenotip o'rtancha, gigiyenasi yaxshi, средний. Xo'p, общая kартина. Nima qilishimiz kerak? Двухэтапный лечение, ya'ni birinchi etapda yuqori jani kengaytirish kerak, xas apparatni berganman. И уже ikkinchi etapi уже ortodontiskiy breketlar bilan kengaytiramiz, diastem ochish kerak. И уже дальше sutchilarni asosida yoki o'zimiz olamiz. Ko'pchiliklarni olmaganman. Sutchilar o'zi xas apparati qo'ygandan keyin asosida tushib ketishgan. Уже breket qo'ygandan hammasini olmaganman. Bitta segmentni qo'yib ketganman breketni. Hammasini birdan qo'ymaganman. Tak, mana. Bu birinchi rasmimiz, boshidagi rasmimiz. Keyin уже boshida bu birinchi keyslarni u paytda texnik bilan juda ham ko'p kommunikatsiya qilib chizib berardim. Bir xil narsalarni bir xil chizib eksperiment qilganman. O'shaning uchun salgina protruzionniy prujinalarni ham qo'shganmiz. Boshida qo'yib, taqib. И o'sha vaqtdan boshida razobshash nakladka qilardim. Plastinka hozir ham yasab beraman. Menga shunaqa spokойныйroq. Taqsa effekt yaxshiroq ko'ryapman, chunki ko'p odamlar yozgan, MSC qo'yadi, Hyrix qo'yadi, расширение bo'lmayapti-da. Hozircha ko'z tegmasa, расширение bo'lmagan bemorim yo'q-da. Xasta ham, MSCda ham расширение bo'lyapti. Men shunga nisbatan deb o'ylayman, shu okklyuzionni kontaktni olganim hisobiga. Kimdirlar o'shaning o'rniga nakladka qo'yapti-da. Unaqa ham patsient bunaqa vrach yozdi, unda ham kengaymayapti-da. Hammasi to'g'ri qo'yilgan, bir xil texnikasi bergan. Просто shu narsa ekonom qilgan. Men aytdim, o'shandan qo'rqib, hozirga ham razobshash nakladka qo'yaman. Yasab beraman plastinka o'zida, syomni. Lekin buni taqdirish qiyinroq. Bemorlarga taqdirish qiyin. Agar salgina kontrol qilgan bemor bo'lsa, to quloq soladi. Bo'lmasa quloq solmaydi. Unda ham расширение bo'lyapti, lekin men yasab beryapman. Tak, 2 hafta aksiyani aylantiradi. 2 marta ertalab, 2 marta kechqurun, 4 marta kuniga, и все, расширение olganmiz. Keyin расширение olgandan keyin shu yerda xato qilib qo'yganman. Nima uchun? Chunki ortodontiya o'tkazgandan keyin kalsiyaga ham dugan kirgizganman. Dugan kirgizgandan keyin bular dentalniy kompensatsiya juda ham ko'p bo'lgan, dizakluziyagacha bo'lib qolgan, praktически dizakluziyagacha bo'lib qolgandan keyin o'shanga dugan ham kirgizganmandan keyin qolgan keyinchalik yaxshi hamma breket qo'ymaganman, qolgan primalari ham salgina dentalniy расширение bo'lgan. Keyin ko'rgandan keyin, xatom ko'rgandan keyin duganni ichib tashlab, to есть trubkani olib tashlab, keyin qaytadan orqaga tushganman. Shu joyda hamma primalar расширение bo'lgan, dugan qisilib turibdi, qimirlamaydi, apparat, kosni apparat, apparat turibdi. Men buni ham kesib tashlaganman. Boshida qo'ydim, keyin esimdan chiqib qolgandan keyin primalar joyini ham kesib tashlaganman, kompozit olib tashladim. Tak, bu уже apparat olib tashlagani 7-oy, o'rtada 3 oydan keyin, har 3 oy 2 oyda bir rasm bo'laman. Bu yerda уже salgina orqaga surib, chunki diastemasi bordi, prujina qo'ygan двойной effekt beradi, sentr ham to'g'rilayman. Salgina mezalizatsiya bo'lsa, distalizatsiya bo'lgandan keyin klik bilan bokovoyga joy ochiraveradi. Klass ham to'g'ridan ketaveradi. Tak, da, уже ko'p suchlari tushgan, o'rtadan suchlar bordi. O'sha primalar ham chiqib, hali trema joy ko'p. Faqat shoshilmasdan to'g'ri yopib olish kerak-da. Pastgacha o'sha levelingda o'sha plus minus hammasi hal bo'lgan. Keyin o'sha bokovoyni chiqarishga, bokovoyga o'sha joy ochdik. Plus ikkinchi klass elastik, uchinchi треугольный elastiklar berganman. O'sha kliklari to'g'rilanib, bu yerda ham tremalar ochilgan. Lijondida bu yerda o'sha sentrda ham korreksiya qilib ketgan edi. Sentr to'g'rilangan. Xas yaxshi effekt berdi. Xas yaxshi effekt bergan. Bu yerda ana klikimiz uchun joy bor. Retsani orqaga tugib, asosda klik surgandan keyin bokovoyni chiqarib olamiz. Lekin qo'yganman, dugan yumshoqligi uchun keyingi rasmda ko'rinadi, salgina sentrimiz rotatsiya ham bo'lgan. Sal protruziyasi hali bor,
Bu yerda наоборот chiroyliroq oldi. Protruziya bor hali. 10-oyda o'zida bokovoyimiz chiqqan. Mana, как раз buni duga juda ham qiyshirgani uchun sentrimizda уже angulyatsiyasi ham o'zgargan. Mana, to'rayganda qisqanligi hisobiga to'raygan. Hech qisi yo'q, keyingi dugalar o'zi to'g'rilanadi. И plus уже 18-25 tanlov dugaga qo'ygandan keyin дополнительный torkini yaxshiroq отрабатывать qilish uchun tork пружина qo'yganman. Nima uchun? Chunki bokovoyimiz nyobdidan chiqqandan koronkasi отрабатывать qiladi, lekin ildizi qolib ketadi-da. O'shaning uchun tork prujina ham ishlatib qo'yganman. Tork va izgi bilan birga. Chunki tork izgi qilmasa prujina bilan dugan effekt ikki xil qolib ishlamaydi tork prujina. Bu hozirgi holati. Hozirgi holat o'zi klassi praktik yozi ikkiroq bo'lib turibdi. To'g'rilasa bo'ladi. Elastiklar bilan bu yerdan ikkiroq bo'lib turibdi. Manalar bir. И plus da sentrda angulyatsiya qilish angulyatsiyani o'ziga berganmiz. O'zi bokovoyim to'g'rilangan hozir. Aralni ko'ramiz. Aralni rasmida yana salgina tork ishlash kerak. Bu yerda tork ezgi faqat turibdi. O'zi prujina olib tashlab ezgi turibdi. Shundan keyin hali o'rtada power chain olib tashlaganimda yana tremasi ijjasini o'chirib qoldi-da. O'shani qaytadan qo'yib qo'ydim. Ushlab turish kerak. Ushlab turish kerak ekan. Ushlamasdan ko'p dugan almashtirdim, yopdim, dugan almashtirib, yopdim, o'shanga ochilib ketib qoldi yana. Mana. Shu hozirgi planimiz, profilda уже yaxshi. Voy protruzionda hozir уже отвесной turibdi, vertikalniroq yaxshi profilda turibdi. Hozirgi ishimiz просто angulyatsiyasini to'g'rilab, tremasini yopsam, o'zi ish tugaydi. Где-то hozir stabilizatsiyaga bordim. Asosda yuqoriga, pastga retanga taqib, aslida hech o'rtaga bo'ladi. Где-то 4 oy, 3 oy stabilizatsiyaga bordim hozir. Elastika taqadi, ikkinchi klass. 3 burchak elastiklar и уже angulyatsiyani ishlab tugatamiz. Ay savollar bo'lsa, bemalol. Mana bu torku izgibda qilyapsiz-ku. O'sha ikkinchi breketini teskari aylantirsangiz torku izgibda qilib turmaysiz-da. O'sha yaxshi effekt beradi o'sha. Unda strategiya boshida qo'yish kerak edi. Boshida qilishim kerak edi, boshida qilmaganim uchun periklik qilish yomon ko'raman-da. Boshida qilsam bo'ladi. Bakko almashtirib, ezgi qilsam bo'ladi. Mana shunaqalar qilardim. Uni qilsam, уже albatta qilyapman, уже ildiz ketib qolgan-da. Nuqta oldinroq qilsa yaxshi. Hozir bu yerda shu ikkinchi segment distalizatsiya ham bo'lyaptimi o'zi? Yo'q, hech narsa distalizatsiya qilmaganman. Ana shu Faqat leveling bo'lgan. расширение hisoblanadi. Faqat расширение. Rashinni asosda joyda juda ham asosda yopib, segment joyda yopganman-da. Kam qilib. Разобщение nima qo'yilgan? Razobshение. Men bu joyda avval bez razobshение qilmoqchi edim. Bokovoy chiqqaniga bez razobshение qilmoqchi edim. Bo'lmadi-da. Bir oy ichida kamroq chiqdi. Keyin shu maksimal kontakt olish uchun razobshение qildim. Bitta shu uchun. Bitta shu bokovoy chiqish uchun razobshение qilganman. O'shaning uchun razobshение qilganman bokovoyni chiqarib olish uchun. Bo'ldi. Hozir endi prosta turibdi. Olib tashlayman. Necha yoshmi? Yo 12-13 yosh. Shuning uchun bitta primalar uladimi? Davolash o'rtasida даже ikkinchi primalarda brekti yo'q edi. Men primalarda brekti yo'q edi. Oxirida qo'shganman ularni. Birinchi primalarga qo'shganman lekin. Qo'lda rasmlarni ko'rsatdi. Dosimi? Pasti protruziyaga chiqmagan, nima hisobiga chiqmagan protruziya? Расширение, zuballardan. Salgina. Men bu yerda hozir o'sha rasmni как раз qo'ydim. Salgina plastinka taqqanim sal to'g'rilandi. Mana yo pastiga o'sha plastinkani vinti bor edi-da. Salgina men bu yerda ham skuchimiz ko'proq edi, men kamaydi, men bu joylarda sal kamaydi. И plus break salgina zuballarni kengaytirib bergan. O'shan o'xshab mana bu yerda valla liniyasi ko'rinib turibdi, bemalol zuballarni kengaytirsa bo'ladi. И plus kompensatorni turdi-ku. Ya'ni bu anaqa skryto перекрестный прикусda
lingvalniy, unisi vestibulyarniy uchun o'shani torkini to'g'irlaganimizda sal расширение bo'lgan hisobiga joy ochilgan. Дальнейший plan endi qanday bo'lyapti? Plan hozir detalizatsiya. Frontni mana bu angulyatsiyasini to'g'irlab, angulyatsiya to'g'irlangan ekan, sentrdan to'g'ri kelib qoladi. Yopmoqchi turibdi, angulyatsiya to'g'irlanadi. И все, уже beri sal klassni to'g'irlasam, уже tugatamanda. Nakladka hisobiga kontakti menimcha nakladka qilib tashlagan, kontakti yaxshilanadi. Salgina orqaroq qilsam, elastik taqib olsak, уже to'g'irlanadi. 16 oy, ha? Da, 16-oy bu. Mana bir yildan ko'proq. Mana shu unaqani torku prujna qo'yganda frontalniy kartkalkani hech tushirib ko'rmaganmisiz? Yo'q, lekin. Masalan, strategik bonding qilyapsiz. Frontdan izi chiqib qolgan holat bo'lmaganmi strategik bondingda? Strategik bondingga istalmagach olib bormaysizmi? Yo'q, o'ramas tanlagacha kartkalka palpatsiya qilib ko'rasiz, yarmi bo'lsa agar minus olib berasiz. Bo'lgan bo'lmaganmi shunaqa? Bo'lgan. Значит, kontrol qilish kerak. Menimcha yosh bemorlardan o'shaning uchun qo'rqmasa ko'p narsani qilganman-da. Salgina o'sha tork prujna bersam, oldingi frontga tork berishni ham ko'raman-da. Kartkalkasidan qo'rqaman, rezorsidan qo'rqaman, o'shaning uchun bu yosh qiz bo'lgani uchun organizm ulguradi deb riskovatsiya qilganman. Hali buni 3D'si hozirgi holati yo'q, o'rtada bitta qidiryapman, hozirgi holati yo'q. Endi qidirishim kerak-da. Bor. Temur aka, Jahongir Mirsodiq, sizlar bilan sekin-sekin tanishaveramiz qolganlar bilan. Ko'rib turganimdan xursandman. Jasur akaga ham alohida rahmat, shuni tashkil qilib, mana shunday ilm yo'lida birlashtiryaptilar. Xo'sh, bu keys, bu keldi. Bu ham tipa перелечение bo'lgan. Что uni maqsadi yuzi center liniyalar вроде yaxshi. Gorizontal liniyalar ham parallel turibdi. Boshini o'zi biroz ekkan bu yerda. Estetik liniya, lablar biroz orqada turibdi. Tak, yuqoridan 4-tishlar yo'q. Tak. Buni asosiy shikoyati nimada bo'lgan? Mana bu yerda 5-tishi ichkarida. Distopirini turibdi. Bu yoqda esa boshqa ko'rinmagan ham. Suyak ichida. O'sha tishni boshqa joylarga borgan, ayrim birlar aytgan, что uni удаление qilib tashlab turib, to'g'rilab qo'yamiz degan. Keyin hisoblab ko'rganda, mana bu estetik liniya ham orqaroqda turibdi. Biroz keyin ozgina brachiocephalic patsient o'sha hisobiga plan bo'ldi bu yerda. Nima bo'ldi? Bularni distalizatsiya qilib turib, bularni biroz mezializatsiya qilib turib, o'sha 6-tishda, 5-tishda chiqarish rejada bo'ldi. Bu yerda 6-tishda rotatsiyasini o'lchaganman. Tanglay nyobni dumbog'ini uchi va vestibulyar distalniy dumbog'ini tutashtirganda mana bu qilikdan o'tish kerak. Normasida что rotatsiya bo'lmaganligini belgisi. Bu yerda rotatsiyada turibdi, buni просто o'lchab qo'yganman. Bu yerda ahamiyatga ega emas o'zi. Birinchi klassda ikki yoqdan ham ozgina glubokiyroq tishlari. Sif analizi shu SNA sakson 77, ANB 2. Ma FMA SNMPlar kichik chiqyapti. Ular shu brachiocephalic teplitsa bo'lyapti. Ya'ni biz agar planni qilsak, mana bularni distalizatsiya qiladigan bo'lsak, operating qiladigan bo'lsak, ekstruziya bo'ladi-da, biroz prux ochilib, podborodok orqa-roqqa ketib, bir chiroyliroq hozirgi holatidan degan plan bor edi. Что qolganlarini o'lchab chiqqanmiz. Межрестовый угол 139, kattaroq. O'shalarni pasti
medializatsiya qilishimiz hisobiga biroz protruziyaga chiqadi, bu ugl ham kamayadi. Yuqorilab estetik liniyadan 7 mm orqada, past 9 mm orqada, işte agar udalение qiladigan bo'lsak, minimal shu ko'rsatkichlar qoladi, atak bundan orqa-roqqa ketadi. Shu uchun shu udalение qilmasdan turib, lechение qilishga qaror qilindi. Tak, bu period davo jarayonida mana bunaqa izgib qilganman endi. Qilib ko'rganman har bittasini. Shu qanday effekt beradi bu tipa reversionni dugani anonsi, reversionni dugaga o'xshagan izgib. Ana early age treatment bor-ku, siz yaqinda o'qigansiz. O'shanda vertikalniy patsientlarda mana shunaqa izgibdan qilgan. Vertikal deyapman. Vertikalni, gorizontalni anovlar bor-ku. Tiplitsalarda mana shunaqa vertikalni o'zgarishlarga uchratmoqchi bo'lib, открытый прикусdan shunday yopgan. Shunda agar ko'rgan bo'lsangiz. Shuni qilib ko'rdim. Oldi ozgina glubokiyroq edi-ku. Shuni qilib turdimda, keyin mana buni strategik leveling qilib turib, 7 ni distalizatsiya qilishga qaror qildim. Birinchi 6-7 ni qiladigan bo'lsaydim, oldi konkret protruziyaga chiqib ketib qolardi. 7 ni qildim, bu yerda 8 ta tish, 2 ta tishga qarshi bo'lyapti. Keyin mana bu yerda 3-klass elastik bilan ham ishlatib qo'ydim. Bularni mana bu yerdagi 1-klassda saqlab turish maqsadida. Bular oldinga ketib qolmasin deb turib. Bu ham одновременно shu orqasidan sekin-sekin distalizatsiya bo'ldi. Keyin mana bu ichkarida yotgan mana bu 5-tishlar samoproizvolno o'zi paydo bo'lishni boshladi. Periodont davleniyasi bilan o'zi sekin-sekin chiqishni boshladi. Keyin nima qildim? Buni mikroimplantsiz distalizatsiya bo'ldi. Keyin короче mikroimplant qo'ymaslikka harakat qildim. Buni ushlab turdimda mana bu 6 ga chain berib qo'ydim. 7 da turibdi. 7 ni lingualniy tarafdan ham knopka yopishtirilgan, 6 ni olib kelish. Undan keyin mana buni berib qo'ydim. 6 ni tortganimda oldinga ketmasin deb turib. Xo'sh. Bu tarafdan ham shunday elastik. Bu elastikni 1 oy berdim. Bo'lmasa oldinni rotatsiya qilaverardi, yuqori jag'di. Bu mana bu keli olgancha shuni berib turdim 1 oy. Undan keyin elastik bermadim. Bu keli bo'ldi. Keyin bularga braket qo'yib, bu yerga prujina qo'yib turib, bu chiqarildi. Mana o'sha 1 oydan keyingi holati. Mana bu yerda 1-klass elastik berdimda, bu yerda braket yopishtirdim. Bu o'zini breketi emas, bu menimcha nijniy oldingi breketlarniki. Bu yerda bizga shoxda ahamiyati yo'q, qancha chiqarib olgandan keyin tishni naklonlarini to'g'rilayveramiz. Bu yerda ham bu taraf ham shunaqa, ikki taraf ham как simmetrичный ketyapti. Mana bu ketyapti. Mana bu yerda mana shell bor. Bu yerdan ham avtomatik ochilyapti joy. Mana bu yerda o'zi tishni o'zi yorib chiqayotgan holatlari. Undan keyinroq mana bu yerda qo'yganim sababi diastemacha hosil bo'lib qoluvdi. Diastemada o'zidan tortsam naklon bo'lish mumkin edi. Korpusni kesin deb turib, bu yerda pastki breketlar yopishtirilgan. Nima uchun knopka emas deganda, mana buni o'ziga kichkina izgib qilib, mana bu kurchok qilib qo'yish imkoniyati borda bo'ladi. O'shandan tortishda imkoniyati bo'ladi. Detalizatsiya izgiblar bo'lgan bu yerlarda. Bu oxirgi rezultati. Rasmlari endi shunday bo'ldi. Men o'z boshqa keys chiqarmoqchi edim. Mana oraliq davrdagi keys chiqarmoqchi edim. Javsir aka tugamaganmi bu keys deyiladi. Bo'ldi, tugagan birorta tashib. Boshidagi rasmni aytaymi? Bunga
Shikoyati nima endi bemor? Bemor shikoyati mana bu tishni chiqarish. Boshqa joyda удаление qilamiz degan ekanda. Nimaga qo'ygan? O'zim esimda yo'qlagan. To'rtta joyga ishlaymiz ya. O'zi bashar 5 ta tashlaymiz degan. Boshqa narsa ham bor-da. Hozir oltilar klassi o'tiribdi, insoniyatga yaqin to'g'ri yaqin. Bugar qo'ydir. Bugur-bugurga. Shuni saqlab qo'ygan yaxshi emasmidi? Hozir 2-klass bo'ldi-ku. Retrokontroller ham qoldi, to'g'rimi? Shunday. Da, shuni saqlab qolsang, Shuni o'ylagandir. Bundan oldingi doktor. может. Plani yo'qmi? Bu planmi? Yo'q, u plan qilmagan. Yo'q, plan qilmagan. Может. Ha, qalamani so'z. Aqlchini oldirmagansiz o'shanda distansiya qo'yganda? Yo'q, olingan. Olinadi. Ha, tipa ham qazon olingan. Endi bu yerda distalizatsiya naklon bilan bo'lganda. Naklon keyin joy olish расширение bo'lgan prujina hisobiga. Keyin mana bu kontakt sohani anavi ham qilganman. IPR. Plan boshida bo'lgan, shu malaylar 2-klass bo'ladi. Ha. Ildizni olib kelishga ancha qiynalardik-da, lekin ana bo'lsa, mana bularni. Ha, cho'lga bo'lsa. Tish olinsa agar. Keyin mana bu face'larida o'zgarishlar bo'lmaydi-da. Bu face'da itag ham o'zi kamroq bo'lsa kerak o'zgarish. Poslisini sefalo qildir dedim 3D. Men shunday yo'qolib ketdi. To'g'risi menga ham shundan keldi, birinchi qo'ygan. Bitta voy penchni izgiga ko'rsatding-da. Bu necha oy bu izgiga kelasiz? Birdan qo'ying, necha oy izgiga? Asosga stupenka ko'paytirib deyapsizmi? Shunday, buni yo'q, asta emas, bu menimcha 16 ga 22 da. Keyin shunaqa berdim. Ha, stupenkani birdan buni katta bermadim. Ozgina berdim-da bosh. Keyin primalarga yurasiz? Birinchi klipga. Da. Shunday. Maqsad nima? Bunaqadan Endi mana bu glubokiyroq edi-ku, mana bu reversionroq edi-yu, mana bu kirve shpiyasi chuqurroq edi, o'shani ochish hisobiga. Просто berib ko'rdim, mana uni o'qib qoldim, ko'rib qoldim, ideya kelib qoldi. U yerda aytilganda mana glubokiyga ham, открытыйga ham mana shunaqa bersa bo'ladi deyorganda, lekin открытыйni do poslisida shuni qo'yib qo'yibdi, yana deyga o'sha keldi. Bu открытыйda yopganda. Jahongir patsentida открытый priks yozilganda, o'shanda mana shunaqa izgib ham ishlash mumkin degan ideya ham bir keldi. İşte oldinda ekstruziya qiladigan, orqaniki intruziya qilmaydi-yu, u открытыйda. Saplusmidi? O'shanga ham o'xshab ketadi. Pozitsionerlash shunaqa. Pozitsionerlash. Izgi bo'lmaydi shunaqa. Tekstilga ketadi. Saplus. Keyin sirni tutkizingda. Bu lekin pastga hammaga ishlamaydi-da. Agar yuqori ochiq bo'lsa, yuqori displey kam bo'lsa, yuqori izgi qilish kerak. Shuni yuqorisi bor, shuni kanal tiqsa bo'ladi. Izgibdimi? Yuqorigami? Agar masalan ochiq prikus, lekin kurganda yuqori displeyda kam. Zo'r bo'ladi o'zi o'shanga. O'sha sappilusda edi. Yo'q, u pastga bu izgib ishlayveradi, izgib tepaga ham, pastga ham. O'sha sappilusdagi gapda, o'sha izgibda qildiz nima? Briketda. O'sha mana bu displeylarni yaxshilaydi.
Да, mana bu yerda naborat stupenka открыть ствол tayin frontda. Buni da buni intruziya qilib qolganda mana uni ko'p chuqur o'ylamasdan уже o'sha keldimi stupenka bo'lib ketib qoldi. Stupenka bo'ldi, keyin orqaga dumov qo'yib qaytib. Bu o'zi glubokiyroq edi-da. O'sha kerak dedimda ko'p qilaverganman. Böyle чисто stupenka qo'ygan hozir. Lekin kompensatsiyasi zo'r chiqqan. Shu mana buni ushlab turdim. Что bular intruziya bo'lmasin deb turib. Как это приморализация халтуры? Да. Контакт фронт. Shu gap. Standart ideyalar var. Zo'r chiqdi kesimiz. Rahmat. Yana bir marta hammaga assalomu alaykum. Yani ko'rishib turgandan xursandmiz. Bugungi keysimiz ham o'tgan safarga o'xshab ikkinchi klassga to'g'ri kelib qoldi. Keys oxirigacha tugamagan, lekin уже menimcha 80% tugagan bo'lgani uchun olib chiqishga qaror qildim. Hop. Bemorimizda boshlang'ich holati shunaqa, ikkinchi klass, ikkinchi podklass deymiz uni. Frontal yuqoriga tishlar retruziya holatda. Hop, bemorda asosiy shikoyat shu tishlar notekisligi, unaqa katta boshqa bo'g'im bilan bog'liq yoki boshqa shikoyat yo'q. Hop, keyingi rasmga o'tamiz. Hop, birin-ketin o'sha diagnostika etaplarni o'tkazdik. Bemor profilini oldindan har xil rakurslardan olib bemordagi asosiy muammolarni aniqlashga harakat qildik. Hop, to'g'ridan qaraganda bemorda kulganda frontal tishlar displeyi yaxshi, lekin yon tarafdan ya'ni retruziya bilinib turibdi. Ya'ni tishlar xuddiki kamroq ko'rinib turibdi, kulganda bilinmayapti. Shu narsani e'tiborga oldik. Endi bu kulmagan holatdagi rasmlar ham bor. Bunda endi burmalarni, boshqalarni e'tiborga olamiz. Hop, og'iz bo'shlig'ini fotoprotokol qilganimizda malarlar bo'yicha va kliklar bo'yicha ham to'liq ikkinchi klass holatda, ya'ni to'liq ikkinchi klassda turibdi. To'g'ridan qaraganda sentral liniya tepada normada, ya'ni yuziga nisbatan yoki yuqoriga jag'i chokiga nisbatan normada, pastki frontal tishlarning chizig'i bo'lsa, sal chapga ketgan. Hop, bo'g'imlarni ham boshda har doim hamma bemorda, ayniqsa ikkinchi klass bemorda rentgen qilamiz. Bu yerda sal bo'lsa ham ikki xil holatda turganga o'xshaydi menga. O'ng tarafda bo'g'im chuqurchasining o'rtasida turibdi. Chap tarafdagi bo'g'im bo'lsa nisbatan distalroq, ya'ni retro pozitsiyada turibdi. Balki shungadir frontal tishlar ham sal chapga ketib qolgan. Aql tishlarining zachатkalari bor, ularga olish qaror qilinmadi. Hop. Og'iz bo'shlig'ini olganimizda frontal tishlar retruziyasi ya'ni bilinib turibdi. Joy yetishmovchiligini ko'rishimiz mumkin. Bemorda joy yetishmovchilik bor. Hop. Rentgen tasvir, telerentgen tasvir qilib ko'ramiz. Bemor analiz qilib ko'rganimizda o'sish yoshini laboratoriya fazasini bilib ketamiz. Taxminan shu 5-fazaga men to'g'ri keladi deb o'yladim. Ya'ni to'rt burchakda turibdi, lekin kattalashmagan. Ya'ni o'sish уже tugagan, aktiv o'sish tugagan. Shuning uchun biz endi pastki jag'i o'stirish haqida o'ylamasak ham bo'ladi. Yoshi nechida edi? Yoshi adashmasam 14 edi. Yosh уже o'sish to'xtagan qiz bolada. Tezroq tugaydi qizlarda. Hop, analiz natijalari shunaqa bo'lib chiqdiki, yuqori jag'imiz yaxshi, normada, pastki jag'imiz retropozitsiyada. AMB'miz ikkinchi klassga tortyapti. Hop. Keyin frontal tishlarni angulyatsiyasini, inklinatsiyasini hisoblaganimizda yuqori tishlar nima deydi, retruziyasi aniq. Pastki frontallarda protruziya ham bor ekan ozgina. Bu pastki jag'i bazisini уже nisbatan ugli kichkinaroq bo'lgani uchun menimcha protruziya ko'rsatyapti. Ya'ni FMA SMP ham nisbatan normadan ancha past. Bemorda глубокий прикусga moyillik, brachiocefal tip. Shuning uchun o'yladik, endi tish olish haqida bu yerda gap ketmaydi.
tем более retruziya bo'lgani hisobiga retruziyani ko'targanimizda, ya'ni protruziyaga olib chiqamizda, samo собой o'sha joy ham paydo bo'ladi. И hop bu yerda keyin kim analizda ham ikkinchi klass и глубокий прикусga moyillik. Xo'p, endi hamma muammolarni bitta joyga jamlaganimizda telerengengrafiya bo'yicha ikkinchi klass braxetsefal, okklyuzion rasmlarda bo'lsa joy yetishmovchilik ma'lum bo'lyapti. Frontal tishlar retruziyasi kortikal plastikga juda ham kam frontal sohada. Xo'p, bunda nima qilishimiz mumkin? Endi men o'zimni shaxsiy fikrim, frontal tishlar retruziya bo'lgani uchun uni protruziyaga olib chiqamiz, joy paydo bo'ladi. Agar bu joy bizga yetmasa, yuqori joyda distalizatsiya qilsa ham bo'ladi. Pastga joyga keladigan bo'lsak, bo'g'im holatini nisbatan xayolda ushlagan holatda, ya'ni oldinga balki ozgina chiqarish mumkindir degan niyatda boshda twin block bilan boshlashga qaror qildik. Bu ham oldin boshlagan bemorimizda, endi yoshi o'sish yoshida emas, faqat pastga joyga nima deydi, pozitsiyasini o'zgartirish maqsadida. Repozitsiya maqsadida twin block berildi. Bu 5 oydan keyin shunaqa holatda, ya'ni bemor tishlaganda shu holat, ya'ni qulay orqa tishlarda dizokklyuziya paydo bo'lgan. Shu holatda bizni ushlab qolish uchun endi har xil yo'llardan foydalansa bo'ladi. Nakladkalar bilan, syomniy, nesyomniy nakladkalar bilan chaynovchilarni ushlab turamiz edi. И breketlar yordamida уже nivelировка qilamiz. Endi oraliq bosqichlar bu yerda yaxshi olinmagan, bemorda stabillik bo'lmagan, kelishda orada kelib, orada kelmay, orada bir yarim yilcha bo'lib ketgan paytlari bo'ldi. Rasmlarga olishga imkon bo'lmadi. Qisqacha hozir ketib ketaman. Breket o'rnatilgandan keyin yuqoriga kliklar boshida ulanmagan, dugaga sразу qo'shilmagan. Dugan kattalashgani sari retruziyadagi frontal tishlar уже oldinga chiqishni boshladi. И endi taxminan hali davolash protsessida distalizatsiya ham balki kerak, menimcha qo'shimcha kerak deb, bu yerda azisiga ikkita tarafdan mikroimplant qo'yib distalizatsiya o'tkazganman. Poetapni o'tkazganman bu yerda. Birinchi 6-7, keyin premalarni, keyin klikka joy paydo bo'lgandan keyin ularni qo'shganman keyin. Birinchi tepadan boshlaganman, breket qo'yishni. Keyin tepada nisbatan bir nima deydi, aniqroq kartina paydo bo'lgandan keyin, misol uchun distalizatsiya yana kerak yoki kerak emas, frontal tishlar уже to'g'ri turib oldi, angulyatsiyasi. Undan keyin pastga qo'ydim. Yana misol uchun ikkinchi klass elastik berish kerak yoki kerak shart bo'lmaydi degan maqsadda pastga qo'yganman. Xuddi shunaqa kliklarni oxiriga bo'lib qo'yganman. Bu yerda ham ko'rinib turibdi. Уже stanoy duga o'tib bo'lgandan keyin qo'shimcha duga qilib kliklarni ham qo'shdim, чтобы o'zini orqasidan qolgan tishlarni qiyshata olmasligi uchun. Xo'p, bu hozirgi kundagi holati. Bu taxminan 3-4 oy oldingi holat bo'lsa, bu undan keyingi holati. Nisbatan ikkinchi klass qaytayotganga o'xshaydi men nazarimda. Kliklar hozir bu yerda yaxshi turibdi. Bunda sal bo'lsa ham pastga joy orqaga ketgandek. Xo'p, frontal tishlarni kortikal holatini 3D qilib kelgin dedim. Shunaqa holatda, ya'ni kortikal nima deydi, suyagimizni qayta paydo bo'lganga o'xshaydi. Balki ildiz o'zi yurgandir orqaga qarab. Keyin pastki frontal tishlarda protruziya yana ham kuchaygan. Lekin protruziya kuchaygani bilan suyakdan tashqariga, ya'ni kortikal plastinka buzilmagan. Endi keyingi maqsadlarim hozir shularni hisobga olib, pastda qanaqadir stripping qilib turib, ya'ni ikkinchi klass elastik berib, oldingi balki pastga joy sal tushirish niyatidamiz. Bu okklyuzion holati. Hop. Pastdagi klik oxirida qo'shganim uchun uni torki hali atrofga bo'lmagan oxirgacha, hali ham sal bo'lsa ham orqaga retruziv holati turibdi. Uni yana to'g'rilaymiz xudo xolasa. Bemorda profilda kulgan holatda, endi tishlari torki yaxshi, kulganda yaxshiroq ko'rinyapti. Uni hali yana ishlasak bo'ladi. Bu oldidan qaragandagi holati. Xo'p, endi oxirgi holati, hozirgi kundagi, ya'ni bitta teriga qilib kelgan.
Hop, chap tarafdagi stolbik bu boshdagi holati, o'ng tarafdagisi уже hozirgi holati. SNI'miz deyarli o'zgarmagan. 77.6, 77.5. SNB'imiz bir yarim gradusga oldinga surilgan. Ko'p emas. Pastki jag'i u nima burchagi kattalashgan. FM ham kattalashgan. SNB'ni o'lchamadim. Hop. И frontal tishlarni gradusi bor edi. Frontal tishlarni gradusi уже 99.5, normaga yaqinlashgan. Pastda bo'lsa yomonlashgan, ya'ni protruziyaga yana ham chiqqan. Bu do posle, ya'ni posle emas, hozirgi paytda boshdagi holati. Hop, bo'g'imni holatini qo'yganmikanman? Men bitta oxirigacha yasanmagan ekan. Bo'g'imlarni o'ng tarafdagi rasm hozirgi, ya'ni 3D qilib kelgan holati. O'lchab farqini solishtirmoqchi bo'ldim. Bu yoqdagi bo'lsa boshdagi holati. Bu o'ng taraf, bu chap taraf. O'ng tarafdagimizni boy aytgan o'ng taraf emas, bemori chap tarafi. Bemori chap tarafida bo'g'im salgina oldinroqqa yurgan. Bu poslisi, ya'ni mezal tarafga, ya'ni 318 yo'q 292 ekan. Salginada. Bu yog'imizda qaytangi bu ham oldingi sal yurgan ekan. 165, 248. Sentr to'g'lanadi, chap tomoni. Sentr to'g'langanda. Teamwork'dan keyin qanaqa qilib qaysini ushlab qoldingiz? Bu yerda nakladka bilan. O'shanda Plomba mana bilan. ulamadingiz, to'g'rimi? Malarda turib nakladka? Da. Malarga ulaganman? Duganlarga ulagan. Da. Teamwork'ni qanaqa tugatdingiz? Charhlaganda anaqasini, kryuzanim. Necha oy taqdimi? 5 oy. Endi bu yerda hali nakladka tugamasdan oldin yechilganda, hali kontakti kelmasdan.